Ijtimoiy tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash fondi nodavlat notijorat tashkiloti O'zbekiston Respublikasining fuqarolik jamiyatidagi faol ishtirokchilarining tashabbuslarini birlashtirish va mamlakatimizdagi ijtimoiy ko'makka muhtoj fuqarolarning hayot sifatini takomillashtirish maqsadida tashkil etilgan. Xalq ravnaqi, mamlakat kelajagi o'sib kelayotgan avlod qo'lida. Sog'lom farzand voyaga yetishi uchun esa avvalambor onalar salomatligi mustahkam bo'lishi darkor. Ijtimoiy tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash fondi tomonidan uyushtirilgan seminarlar natijasida 12 mingdan ziyod reproduktiv yoshdagi xotin-qizlar va maktab o'quvchilari zaruriy axborotga ega bo'lib, salomatlik xususidagi farzand tarbiyasi va oiladagi sog'lom muhit borasidagi savollarga javob oldilar. Bu seminar treninglardan ko'zlangan maqsad, biz loyihamizning o'zi nomi ham sog'lom ona, sog'lom farzand deb nomlangan. Ya'ni o'sib kelayotgan avlodni sog'lom turmush tarziga o'rgatish, ular orasida kasalliklarning kamayishiga ko'maklashish. Bu seminarlar, treninglar natijasida yoshlarimiz o'rtasida sog'lom onalikka, ya'ni bexatar onalikka tayyorlash, kasalliklarning oldini olishga qaratilgan. Aholi tibbiy madaniyatini oshirishga yo'naltirilgan seminarlar Andijon, Namangan, Farg'ona va Qo'qon shaharlarida bo'lib o'tdi. Oilaviy klinika va mahallalarda onalar bilan uyushtirilgan uchrashuvlar davomida kamqonlik, endemik buqoq illatlarini oldini olish haqida ma'lumotlar berildi. Keyingi 5 yillik tahlillarimizni qilganimizda Farg'ona viloyati, Farg'ona vodiysi emas, butun O'zbekistonda yod defitsit holati orqasida kelib chiqqan buqoq kasalligi yosh bolalar, keyin tug'ish yoshidagi ayollar o'rtasida